Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hamma sog'mi, salomatmi? Mana 2 kundirki biz ijtimoiy tarmoqda Toshkent viloyati hokimi Zoir Toirovich Mirzayevni o'zining nomida bo'lgan kanalda chiqarilgan bizni ustimizdan tuhmat, bo'xton aralash bir materialini tahlil qilib berishini, o'shanga bir yaxshi munosabat, haqqoniy munosabat berishini kutyapmiz. Ya'ni men Madrasulova Feruza, do'stim Jahongir To'laganov hamda sobiq deputat Olim Sulaymonov, ijtimoiy tarmoq faollari xususimizda bir ajoyib Qo'shtirnoq ichidagi g'aroyib bir post e'lon qilibdilar. Toshkent viloyati hokimi o'zlarini Telegram kanallarida. Men to'g'risi birinchi o'qiganimda yoqam ushlab qoldim. Sababi bu Toshkent viloyati hokimining boshqa ishi yo'qmikan? O'shda yozibdi 3 aldar ko'sa deb. Men hayronman-da. Shaxsan meni Toshkent viloyati hokimi Zoir Toirovich Mirzayev umrida biron marta ko'rganmikan? Men bilan yuzma-yuz gaplashganmi? Meni qanaqa insonligimni biladimi? Kim ekanligimni biladimi? Birovlarga ilashib yuradi. Ilashib degan so'z bizni o'zbek adabiyotimizda borligi to'g'ri, qaysidir hududlarda bir ishlatilishi mumkin bunaqa so'zlar, lekin o'zbek adabiyotida borligiga hayron qoldim. Ilashib yuradi. Siz qayerda ko'rdingiz meni kimgadir ilashib yurganimni? Qachon yokida men sizga ilashdim? Kimgadir paxta qo'yganimni, kimnidir maqtab ko'klarga ko'targanimni, yo bo'lmasa kimgadir osilib yurib kun ko'rayotganimni siz biror marta ko'rgansizmi? Qayerda ko'rgansiz? Deputatlikka nima munosib ko'rilmagan. Men deputatlikni shaxsan o'zim topshirganman. Men uyimda o'tirib, znachogim bilan deputatlik knishkami mana ollaring, kerak emas menga deputatlik, senlar deputatliging. Men fidoyi ishlamoqchi bo'ldim. Men prezident talablariga amal qilib, o'sha haqiqiy deputat qanaqa bo'lishligini ko'rsatib qo'ymoqchi edim senlarga. Lekin senlar bu meni mehnatimga loyiq emas ekansanlar. Senlar faqat menga tuhmat, bo'xton uyushtirding. Meni hayotimni zaharlading. Meni umrimga zomin bo'lding. Meni yaqinlarim oldida butun xalq oldida sharmanda qilding deb otib yuborganman. Znachogi bilan knishkasini. Nima deyapsiz siz o'z bilan o'zingiz? Viloyat hokimiga xosmi shu? Erkak kishiga xosmi shu? Men o'zimning yaqinlarimni qiziman, singlisiman, opasiman, onasiman. Yo siz o'g'li, qizingiz yo'qmi? Opa singlingiz yo'qmi? Onangiz yo'qmi? Kim sizga bunaqa vakolat berdi? Nima uchun prezident bergan vakolatni hokim bo'la turib bunaqa qilib suiiste'mol qilasiz? Kim sizga vakolat berdi? Xo'p, biz Toshkent viloyatida tug'ilgan bo'lsak, siz bizga otalarcha mehr bilan naborot oldingizga tortishingiz kerak edi. Siz Jahongir To'laganovni deputatlikdan bo'shattirishga tashabbus ko'rsatmasligingiz kerak edi. Xo'p, ko'rsatmadingiz ham deylik. 10 martadan ustidan 11 martadan prokurorlar taqdimnoma kiritib deputatlikdan olayotganda indamay qarab turdingiz-ku. To'g'rimi? To'g'rimi? Yo men mana shu ishdan ketganimdan beri 3 yildan oshdi ketganimga. Biror marta oldingizga bordimmi? Yalindimmi? Biror narsa so'radimmi yo? Men inson zotiga yalinmayman. Men yalinsam Xudoga yalinaman. Tushundingizmi? Sizning haqqingiz yo'q. Sizning umuman haqqingiz yo'q. Meni sha'nimni, qadr-qimmatimni yerga urishga, men haqimda bo'xton narsa materiallarni o'zingiz kanalingizda tarqatishga sizning umuman haqqingiz yo'q. Sizni u kanalingizni adminlaringiz yuritadimi? Hozir mana 2 kundan beri o'zini taysalga solib qo'yadigan joy topolmasdan hali unga, hali bunga ilayotgan, matbuot kotiblaringizga aytib qo'ying, meni o'tirishga taklif qilmasin. Kecha meni o'tirishga taklif qilyapti. Keling gaplashib olaylik. 3,5 yildan beri qayerda eding? Qayerda eding men do'stim bo'lsang? Men sizga do'stman, men sizga faqat yaxshilik tilayman, men sizni hurmat qilaman. Men hurmat qilmayman sizlarni.
Menga kerak emas menga unaqa hurmat. Menga soxta ko'z bo'yamachi, bizni orqamizda mana shunaqa fisq fasod qilib yuradigan do'stlar menga kerak emas. Agar u xo'p Zoir Mirzayevning kanali bo'lmasa, u 10 mingta podpischik yiqqincha qayerda edinglar? Xo'p, balki Zoir Mirzayev nomidan soxta akkauntlar ochilgan deb munosabat beribsiz. Nega ruxsat berdingiz? Qani viloyat prokuraturasi? Qani viloyat ichki ishlari? Nima uchun soxta bo'lib akkaunt ochib olib, kanal ochib olib 10 mingtagacha odam yig'ib Zoir Mirzayevning qadamini ijtimoiy tarmoqda tarqatayotgan sizlar bo'lmasdan kim? Kim? Qayerdagi yangiyo'lik bir anaqani blogerni mana shuni kanal edi deb yelkasiga ilib qo'yibsizlar. Yolg'on gapirmang, yolg'on gapirmang. Biz sizlarni bilmasak ekan, biz sizni qanaqaligingizni bilmasak ekan, tilimizni qichitmang. Bular bo'lmas narsaga. Tushundingizmi? Biz jim o'tirganimiz biz sizlardan qo'rqqanimizni bildirmaydi. Biz jim o'tirganimiz sizlardan qo'rqqanimizni bildirmaydi. Yana takror aytyapman. Men ba'zi bir erkaklardan martroqman. Chunki men birorta erkakni ketini ochmayman. Behzod Qobilov bilan qancha ishlagan bo'lsam, men uni yetarli kirdikorlarini bilaman. Yetarli ishlarini bilaman. Qaysi hokimlarning ustidan yozib, ishdan bo'shatishga hissa qo'shganigacha bilaman. Qayerlarda nima ishlar qilib yurganini bilaman. Chirchiqqa Qobilni uyiga borib 3 kun uni boqqanimizni bilaman. 4 kun boqqanimizni. Ota-onasi kelib olib ketganini bilaman men. Nima uchun yoqqa borganini ham bilaman. Aytyapman-ku, men tilimni qichitmanglar. Hammasini ochaman, yetarli borgan joyini obod qiladi. Hali men haligi nima deydi? Shaxsiy hayoti bo'yicha haligi nima noloyiq bo'lgan ayolmanda, sizlar hammalaring loyiq bo'lgan erkakmisizlar? Farishtamisizlar? Shoxlaring bormi? Yo dumlaringmi? Yo qanotlaring bormi? Hamma erkak bir bo'lib bitta ayolga yopishyapsizlarmi endi? To'dalashib. Mana oxirgi kunlarda ko'ryapmiz. Kunuzni, Eltuzni, Ozodlikni ma'lumotlarini. PR komanda uchun hazlakam davlat mulkini haqqini yemagansizlar. Tilimi qichitmanglar. Biz gapirmay turganimiz biz sizlardan qo'rqqanimizni bildirmaydi. Marhamat qilib, o'z ishingizni bajaring. Agar topilmayotgan bo'lsa ish, keting u lavozimdan. Boshqa ko'proq ish topiladigan, boshqa bir ayolni ketini kovlamaydigan ishda borib ishlayinglar. Hech kim sizlarga bunaqa huquq bergan yo'q. Meni sharmanda qiladigan video chiqarishga. Hech kim huquq bergan yo'q. Ko'z o'ngingizga qizingiz, opa-singlingiz, onangiz kelsin. Xudodan qaytsin, qaysi biring qilayotgan bo'lsang ham. Xudodan qaytsin. Zoir Mirzayevning nomiga kanal ochib olib, ruxsat bermasa, pashsha uchmaydi. Viloyat hokimi ruxsat bermasa. 10 mingtagacha qanaqa obunachi yig'ib, kanalni har kuni qadamma-qadam videosini tarqatib o'tirar ekanda, bilmasmishmi? Kimni loq qilyapsizlar? Yo biz shunchalik ahmoqqa o'xshaymizmi? Yo butun xalq ko'zi ko'rmi? Quloqi karmi? Eshitmaydi, bilmaydi, ko'rmaydi. Xohlagan narsangizni xohlagan odamga ilib, javobgar qilib mazza qilib o'tiribsizmi? Davlatda oyligini halollab oling. Bu har bir insonning mehnati, peshona terisini hisobiga oylik olyapsizlar. Hech kim sizlarga bunaqa vakolat bergan yo'q. Prezident ochiqlik siyosati dedi, hali ham biz tilimizni tiyib yuribmiz. Jim yuribmiz. Qayerda ig'vo qildik? Ig'vo qiladi, palonchi qiladi, pistonchi qiladi, tuhmat qiladi, shantaj qilib kun ko'radi. Qaysi qilgan shantajimizga 5 so'm pul berib qo'ydilaring? Yo biz sizlarni PR komandalaringga o'xshab 50 million, 60 million, 20 milliondan pul olyapmizmi? Yo 5 so'm berib qo'ylatib qo'ygansizlarmi bizga? Kerak emas. Kerak emas. Men unaqa pullardan hazar qilaman. Yig'ishtirib olinglar o'zlaringga. Men peshona terim bilan mehnat qilib, uy-joy qilib, oila bola chaqam, bolamni boqayotgan ayolman. Tushundilaringmi? Peshona terim bilan. Kerak bo'lsa Yandexga chiqib, taksi qilib, haqiqiy halol mehnat qilib topayotgan. Sizlar ko'tlaring kovlamaslik uchun jim yurgan ayolman. Men ayol bo'lib erkakdek bo'lib sizlar ketlaringni ochayotganim yo'q. Jim o'tiringlar. Men tilim qichitmasdan. Uyatsizlar. Qaysi vijdon bilan shunaqa narsa? Men uni bilaman. Biz bu masala bo'yicha advokatlar bilan gaplashdik. Mana 2 kundan buyon. Jahongir To'laganov, Olim Sulaymonov uchalamiz sudga beramiz Zoir Mirzayevni. Toshkent viloyat hokimini sudga beramiz. Marhamat javob bersin. Hech kimi sha'nini,
qadr qimmatini toptashga, haqorat qilishga, tuhmat qilishga haqqi yo'q. Ayniqsa u davlat rahbarining ishonchli vakili bo'lsa viloyatda. Ayniqsa birorta hokimga bunaqa vakolat berilmagan. Qani madaniyat, qani ma'naviyat? Biz uni xalq edik-ku. Uni farzandlaridek bo'lishimiz kerak biz. Qaysi birimiz yo'ldan chiqsak, "Ey, chaqirib yoqqa ke, nima ish qilib yuribsan? To'g'ri yur, aqlingni ishlat, mana bu joyda ishla, oila bola chaqang bor" deyishdi o'rniga fisq fasod materiallar tarqatyaptimi o'zini kanalda? Biz bu holatlar bo'yicha albatta sudda gaplashamiz. Sudda to'laqonli gaplashamiz. Viloyat hokimlari, masalan, Samarqand viloyatining hokimi Qobuldusni sudga beruvdi. Vazirlar sudga berdi. Mana birinchi xalq ta'lim vaziri, hozirgi xalq ta'lim vaziri Qobuldusni haqorat qildi, tuhmat qildi, obro'sizlantirdi. Mana Jahongir To'laganovni transport vazirligi sudga berib o'tiribdi. Obro'sizlantirdi deb. Ekspertiza xulosasida tuhmat, haqorat yo'q ekanda, lekin bularni obro'sizlantirib qo'yibdi. Va u masalalar bo'yicha ham hali alohida efirlar qilamiz. Sizlar bizni bemalol ochiqdan ochiq kanallarga chiqarib, haqorat qilib, tuhmat qilib, asossiz ayblab, obro'sizlantirsangiz, sizlarga bo'laveradimi? Qonun hammaga bir. O'zbekiston Respublikasi demokratik davlat. Hammaga qonun bir xilda ishlash kerak. Qani hokimga qanaqa chora ko'rar ekan? Ko'ramiz. Topib beradi. Xo'p, kimga ariza bergansiz? Ichki ishlarga bergansizlarmi ariza? Buni kanal emas, soxta kanal deb. Prokuraturaga ariza bergansizlarmi? Xo'p, nima choralar ko'rgansizlar? Yo ijtimoiy tarmoqlarda birortasida chiqib aytib qo'ygansizlarmi? Kecha men bitta post yozdim. Zoir Mirzayevni belgilayapman, o'chirib tashlayapti. Belgilayapman, o'chirib tashlayapti. Belgilayapman, o'chirib tashlayapti. Ataylar men ham qayta belgiladim. O'zim men uncha-munchaga birovni belgilamayman. Uncha-munchaga. Bir yilda bitta ikkita materialga juda zarur bo'lsa, yonayotgan joyi bo'lsa belgilashim mumkin. Bo'lmasa mening materialimni belgilashimga hojat yo'q. O'zi shunday ham uchadi. Men chunki yolg'on, soxta axborot tarqatmayman. Borini borda aytaman. Ba'zi birovlardan farqli o'laroq. Ba'zi bir erkaklardan farqli o'laroq. Biz mana bugun 2-kun munosabat kutdik. Hech qanaqa munosabat bo'lmadi. Endi bu holat yuzasidan sudga beramiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Marhamat qilib sudga kelib, u kanalni kim yuritadi? Biz material qachon chiqdi? Necha minut turdi? Nechta odam ko'rdi? Soat nechida o'chirildi? Bergan munosabatlaringni ham eplay olmagansizlarda. Nechta odam ko'rdi? Uni nechta odam podelitsiya qilib oldi? U tepasida qaysi veb saytlar turgandi? Qaysi Instagram, Facebook, boshqa kanallarning silkalari turgandi? Hammasini videoga olganmiz. Sizlar birinchi qayerdan o'zgartirishni boshladinglar? Birinchi prezident bilan qo'lishib turgan Zoir Mirzayev rasmini o'zgartirdinglar. Undan keyin silkalarni o'chirishga tushdinglar. Undan keyin una qildinglar, buna qildinglar, hammasini videoga olib turdik. Biz ahmoq emasmiz. Bilmayman, o'zingizlar rosa yuqori farishta, aqlli bilib qolganlari butun xalqqa ahmoq bilasizlarmi? Hammasini videoga olganmiz va o'shaning hammasi bo'yicha sudda javob berasizlar. O'sha yangi yo'llik bloger bo'lsa, hali keladi. Majburiy tartibda olib keltiramiz kerak bo'lsa. Javob beradi qonun oldida. Kim uni bo'yniga ildi buni? Kim mana shuni bo'yningga olsang qancha pul olaman deb. Hattoki qarangda, uyalmasdan blogerlarga o'zgartirilgan materiallari, tagida kechirim so'ragan narsalari mana shuni kanalingizga qo'yib bering, mana shuni kanalingizga qo'yib bering deb yalinib o'tiribsizlar ekan. Uyat davlat oyligi sizlargachi o'yinchoq emas. Xalqi soliqlarini evaziga haq olib yeb o'tiribsizlar. Yana kamiga tuman shaharlardan 30 million, 36 million, 830 million, 900 necha milliardlab pulni yegan va PR komanda marhamat qilib qilgan ishlaring uchun javob beringlar. Men ba'zi birovlarga o'xshab xalqi cho'ntagiga qo'l urib nohaqdan pul ishlamaganman. Xo'pmi? Nohaqdan pul ishlamaganman. Qilmagan ishim uchun tamagirlik qilib, korrupsiya qilib, qaysidir rahbarlarga o'xshab xalqi pulni yemaganman.
yegan bo'lganda sizlar o'sha bilan meni qamagan bo'lardilaring o'sha paytda. Men shuncha gapirgan gapim uchun, 3 ta hokimni sudga berib yutganim uchun. Deputat paytimda. Esingizdami? Ana shuning uchun meni boshim yedilaring sizlar. Ana shuning uchun men jim yurganim. Men sizlarga vakolat bermaydim. Meni chaylash mumkin. Meni yerga urish mumkin. Meni qadr qimmatimga tajovuz qilish mumkin. Ekanligi to'g'risida sizlarga imkon bermaydi bu. O'zingizni yig'ishtirib, iltimos. Bir joyingizni bir joyga qo'yib o'tiring. Oxirigacha gapirmay men. Hammanglar sog' bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimgadir qattiq tekkan bo'lsa, qaysidir halol ishlayotgan, ma'naviyati yuksak bo'lgan, normal odamlarni qaysi biriga tegib ketgan bo'lsa gapim, men ulardan uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Chunki men hech kimni nohaq xafa qilishni xohlamayman. Men Xudodan qo'rqaman. Ba'zi bir nokas erkaklardan ko'ra men Xudodan qo'rqaman. Men birovni pastava qilmayman. Men birovni chaynamayman. Men kanalimda haligi birovga g'iybat qilib, g'urbat qilib, birovni chaynab, tuhmat qilib post e'lon qilmayman. Ba'zi birovlardan farqli o'laroq. Marhamat qilib qonun oldida javob bering. Men sizni kutyapman munosabatingizni.